3-9 avgust haftaligi davomida O'zbekistonda va jahonda biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklarga bag'ishlangan dayjestimizni boshlaymiz. Biz o'sha yarim yillik natijalari bo'yicha turli xil O'zbekistondagi kompaniyalarning moliyaviy natijalarini e'lon qilib kelayotgandik. Mana yaqinda Ipoteka bank haqida gapirdik va o'tgan hafta xuddi shunday natijalarni yirik fintech tashkilotlari, O'zbekistondagi fintech tashkilotlari ham e'lon qilishdi. Ya'ni Paynet, Payme, Click kompaniyalari birinchi yarim yillik natijalariga ko'ra deyarli 1 trillion so'm, ya'ni 971 milliard so'm sof foyda olishdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 85% dan ko'proqga oshganligini ko'rsatdi. Ya'ni moliyaviy institutlar O'zbekistonda foyda olish darajalari keskin ravishda oshib ketyapti. Bu degani aholi moliyaviy instrumentlardan ko'proq foydalanyapti, naqdsiz to'lovlar ko'paygan. Bu tabiiy hol, hammamiz ko'rib turibmiz va shuning natijasida ham moliya sohasida ishlagan yirik kompaniyalarning sof foydalari ham keskin ravishda oshib boryapti. Mana xuddi shunday yana bitta misol, Humo kompaniyasi ham o'zining sof foydasini birinchi yarim yillik natijalariga ko'ra e'lon qildi. Ularda bu ko'rsatkich 400 milliard so'mdan oshgan, ya'ni 410.9 milliard so'mni tashkil qilgan. Bu ham o'tgan yilning shu davriga nisbatan 230% dan ko'ra ko'proq bo'lgan ko'rsatkichni ko'rsatgan. Kompaniyaning tushumi bo'lsa 224 milliarddan 663 milliardgacha, deyarli 3 barobarga oshgan. Bu ham endi bir tomondan Humoni o'sha xususiylashtirilganligi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Bilamiz, o'sha o'tgan yili Humo 100% Paynet kompaniyasiga o'tgan. Ya'ni moliyaviy institutlarning foydasi oshyapti, moliya sohasidagi bizneslar rivojlanyapti va tabiiyki raqobat ham shunga yarasha oshib boryapti. Moliyaviy ko'rsatkichlarni yana davom ettiramiz. Xuddi shunday birinchi yarim yillik natijalariga ko'ra umumiy ovqatlanish, ya'ni o'sha общепит sohasidagi kompaniyalar ham natijalarni e'lon qilishdi. Endi bu yerda biroz boshqacharoq, ko'proq soliq qo'mitasi e'lon qildi. Ya'ni kim ko'proq soliq to'laganligi. Tabiiyki, kim ko'proq soliq to'lagan bo'lsa, o'sha kompaniyalar ko'proq daromad ko'rishgan va скорее всего ko'proq foyda olishgan va O'zbekistonda birinchi yarim yillik natijalarga ko'ra eng ko'p soliq to'lagan kompaniya bu o'sha barchamizga ma'lum bo'lgan International Food Chain kompaniyasi, ya'ni KFC brendini boshqaradigan kompaniya 52.2 milliard so'm soliq to'lashgan va bu ko'rsatkich bilan yaqqol peshqadam. Ikkinchi o'rinda ilgari yillari ko'p yillar davomida O'zbekistondagi eng katta fast food tarmog'i bo'lgan Evos kompaniyasi. Ular birinchi yarim yillik natijasiga ko'ra 41.4 milliard so'm soliq to'lashgan. Xuddi shunday, ya'ni top soliq to'lovchilar ichida albatta o'sha Oqtepa lavash, Bellissima pizza bor. Albatta undan tashqari bu ro'yxatda yana o'sha O'zbekiston havo yo'llarining catering xizmati ham bor. Ya'ni bu soha ham O'zbekistonda keskin oshib boryapti va tabiiyki soliq to'lash ham oshyapti va foyda ko'rish ham oshyapti. Volkswagen kompaniyasi haydovchilar uchun stressga qarshi bo'lgan o'yinchoqli rulni patentladi. Ya'ni bilamiz, dunyoga mashhur Germaniyaning Volkswagen kompaniyasi o'sha tirbandliklar vaqtida, murakkab yo'l vaziyatlari paytida haydovchilarning stressini kamaytirish uchun mo'ljallangan bir maxsus moslamani, modulni patentladi. Ya'ni u rulni o'sha ushlab turadigan qismiga joylashtiriladi va u yerda o'sha yumshoq rezina, metall teksturali bir roliklardan iborat bo'ladi. Ya'ni haydovchi o'sha mashinani haydab ketayotganda mana shunaqa har xil harakatlar bilan o'zini o'sha stressini chiqarib, uspokayivать qilib ketishi mumkin. Hozircha bu faqatgina bir patent, hali bir prototipini ko'rsatishgani yo'q, lekin odatda patentlangandan keyin tez orada bu narsa praktikada ham joriy qilinsa kerak. Juda ham bir qiziq yechim, ko'ramiz qanaqa bo'lishini. Brendlarning o'zaro qo'shtirnoq ichidagi urushlari jahon miqyosida doimiy ravishda bo'lib o'tadi. Biz doim bu narsalarni aytib o'tamiz va Pepsi kompaniyasi o'z logotipini o'zgartirmasdan turib Coca-Cola kompaniyasining ustidan kulishga harakat qildi. Coca-Cola yaqinda o'sha o'zining yangilangan dizaynini taqdim etgandi va bunga javoban Pepsi kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarda maxsus bir videoni e'lon qildi. Unga ko'ra o'sha eski logotipni mutlaqo yangi dizayn taqdim etamiz degan maqsadda o'sha xodimlarning olqishlari ostida bir katta tadbir qilayotgandek qilib turib logotip o'zgarmaganligini e'lon qildi. Endi Pepsining bunday harakatidan bir
pasilda aytmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bu menimcha o'sha biz logotipimizni o'zgartirmasdan turib ham o'sha o'zimizning mashhurligimizni va kuchli brend ekanligimizni ayta olamiz degan ma'noda menimcha qilingan. Endi odatda o'sha turli xil mana shu ikkita kompaniya o'rtasidagi qandaydir bir yangilikka ikkinchi kompaniya doimiy ravishda qandaydir javob berishga harakat qiladi va Pepsi bu safar aynan mana shunday yo'l tutdi. Aynan mana shunday kurashlarning endi g'arbdagidekka juda ham kuchli emasligini, lekin shunga o'xshash qismlar O'zbekistonda ham bo'lib turadi va bu juda ham qiziq. Aynan mana shunday bir yurishni Oqtepa lavash kompaniyasi amalga oshirdi. Biz bilamiz, bu yil Evis kompaniyasi o'zining 20 yilligini nishonlayapti va Oqtepa lavash kompaniyasi bunga javoban bunday bir yangi kreativni e'lon qildi. Ya'ni brend butun menyuga 20% chegirma e'lon qildi va qo'shni bayram qiladi, Oqtepa mehmon qiladi slogani ostida, shiori ostida bir aksiyani e'lon qildi. Bu albatta juda ham qiziq va yana bir qilishgan noodatiy harakati bu o'sha mana shu aksiya bilan bor bo'lgan bannerni Evis restoranining yoniga joylashtirdi. Juda ham qiziq, juda ham ajoyib harakatlar. Bunday harakatlar doimiy ravishda odatda ikkala brendga ham foyda keltiradi. Shuning uchun men o'zim har doim bunaqa harakatlarni, bunaqa to'g'ri marketingni tarafdoriman. Disney va TikTok kompaniyalari qisqa videolar formatini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida va birinchi navbatda Disneyga yangi auditoriyani jalb qilish maqsadida yangi bir o'sha kollaboratsiyani e'lon qilishdi. Endilikda TikTok foydalanuvchilari o'zlarining TikTokdagi qisqa videolari uchun bemalol o'sha Disneyning filmlaridan, undan tashqari o'sha Pixar, Marvel, Star Wars va boshqa Disneyning brendlaridan foydalangan holatda o'sha filmlarni o'zlarining qisqa videolariga qo'yib ketish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Va undan tashqari o'sha ma'lum bir tanlangan TikTokdagi omadli har xil videolarni Disney Plus platformasida ham joylashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Buning asosiy maqsadi Disney kompaniyasi shu orqali yosh auditoriyani, ya'ni o'sha zoomerlarni birinchi navbatda o'zining Disney Plus platformasiga jalb qilish maqsadi menimcha ko'zlanyapti. Sababi o'sha ham bugungi kundagi aynan yosh auditoriya, ya'ni zoomerlar pokoleniyasi to'lovga qobiliyatli bo'lishni boshladi va ushbu auditoriya uchun kurash ham juda ham avjiga chiqqan. Netflix kompaniyasi o'zining tashqi reklamasiga tirik odamni joylashtirdi. Tasavvur qiling, siz ko'chada ketyapsiz, oldingizda katta bir tashqi reklama billboardi turibdi va uning ichida tirik haqiqiy odam yashayapti. Platforma o'zining yangi The Last House deb nomlangan trillerini reklamasini qilish maqsadida Sunset Boulevard va Salma Avenue ko'chalarining kesishmasida to'liq jihozlangan mehmonxona shaklidagi bitta katta billboardni o'rnatishdi. Bu tabiiyki juda ham katta shov-shuvga va dunyodagi juda ham ko'p o'sha internetdagi muhokamalarga sabab bo'ldi va buning natijasida Netflix juda ham o'sha unaqa katta xarajat qilmagan holatda juda ham katta axlatlarga ega bo'ldi. Bu juda ham noodatiy va juda ham qiziq, kreativ yo'l bo'ldi. 3-9 avgust haftaligi davomida bo'lib o'tgan yangiliklar shulardan iborat. Doimiy ravishda yangi biznes va marketing olamidagi yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Rahmat.